Assalamu alaykum, hörmətli qarindoshlar. Golland tili grammatikasi dərsimizə xoş gəldinizlər. Biz bugün 28-ci dərs forzatsiyon, yəni 27-ci dərsin davamı ikinci qismini sözləb ötümüz. Tirkelmə yoki söz aldı qoşulğuçuları. Biz birinci qismda bu söz aldı qoşulğuçular, yəni forzatsiyonun qanda bir söz türkümü ekanligini deb ötkendik. Bunu bu yerdə yana sözləb o'tamaylı. Yani Golland tilida 8 xil tirkelmeler var degan to'q. Hamda o'tgan soatda 4 xilni o'rganib o'tgan. Bugun yana qolgan 4'ini o'rganib o'tamiz. Hamda birinchisi maqsadni bildiradigan tirkelmeler, ya'ni dul, maqsad. Masalan, on. Biz onni da sizlarda o'rin joyini bildiradigan deb ma'lum qilgan. Yani ba'zi tirkelmelarninki ma'nilari jiqchu ma'nilari. Mesela in degan mu hem o'rin joyini bildirdi, hem hatta vaqtni bildirdi. Sal turib ko'rsizlar. Hem birer yo'linishni bildirdi. Şu odatda jumlada ma'nisi qarab to'g'ri shaklda ishlatish, tarjima qilishni o'rganish pek muhim. Hem şu sebepten bu forzatsiyonlar biz hem en ko'p xatolik o'tkazib qoladigan bir söz türkümü amaliyotda ma'nilari jiqolganlik uchun. Yani an deganning shu qa ga degandek ma'nolari bor. Masalan, Abdullah heeft in flink foy on the surfrister. Yani foy degan shu söyünçe. Mesela restoranlarda tamak yesek kütküçüge pul berimiz var. Söyünçin demekçi. Yani Abdullah kütküçüge jiqqidi söyünçi berdi. An deganning yani xeyfin an. Adet köpünçe Allah'da muş xeyfin birsiga bir narsa birish doim on bilan birga keladi. Nar gaqagaka bu ko'pincha ahvollarda masalan xonnar birayag birish lavstirinnar kaykinnar deb keldi. Misolimizda masalan Amina Xattayzevik upzakin reis nar Dubay. Yani men xato yozib qo'yibman. Amina bu hafta Dubayga komandировкаga bordi. Yani zakin reis degan xizmat sayohati yoki komandировка. Yani deganning uchun degan. Yani omni biz o'tgan soatlik darsimizda atrofida cho'ri deb o'rgangan to'qliki deganning yana maqsadni bildiradigan uchun degan ma'nosi bor. Misol, yani in pen xabarake by voorbeeld brieven te schrijven. Yani siz bir qalamni xat yozish uchun ishlatasiz. Jumlada brieven te schrijven. Yani xat yozish uchun degan ma'nosi bor. Endi birə vasitəni bildirən tirkelmeler, yani middle, vasita, qural. Birincisi door, arqılıq. Bu doorның mu jiq ma'nilarini nim qildik qo'y. O'tgan soatlik darsimizda doorның yani o'rin joyini, yo'linishni bildirgan o'rgangandik. Bugun hamda vasita, qural, yani u chaqda unda bo'lib kelganda arqılıq degan ma'nosi bor. Masalan, door viel te studeren. Yani köp öğreniş arqılıq habik men diploma gehaald. Yani diplomamni aldım. Door lang slapen, mesela uzun uxlash arqılıq degandek. Yoki door fuel eten, jiq tamoq yeyish arqılıq deb o'sha shaklda ishlasak bo'ldi. Met deganning bilan degan ma'nosi bor. Masalan, ik schilder de kozijnen met in kwast. Yani kozijn degan ramka. Yani kvast chotka. Men ramkini chotka bilan sirladim. Schilderen sirlash. And op deganning bilan degan ma'nosi bor. Mesela op de fiets desek yani velosiped bilan. Mesela bij mooi weer en weinig wind gaat Ruqya op de fiets naar haar werk. Yani hava güzel ve şamal az vaqtda Ruqya velosiped bilan ishga boradi. Op de fiets yani velosipedning ustida velosiped bilan demekçi. Endi vaqtni bildirgan tirkelmeler. Yenilam door, yani bu doorninki ma'nilari bekchiq sizlar ko'rgandek buna. Endi bu vaqtni bildirib kelgan vaqtda endi bu yerda vaqtning o'tishiga agishib, yillarning o'tishiga agishib deymiz-ku, shunda agishib degan ma'nosi keldi. Masalan, the tal verandert door de eeuwen heen. Yani asrlarning o'tishiga agishib tilmu o'zgaraydi. Nimada door agishib degan ma'nosi. Shu vaqtning o'tishiga agishib degan işte vaqtlar keldi. Gedurende jarayonida, mezgilda degan ma'nosi bor. Masalan, munda ish jarayonida degan ishlatamiz. Gedurende de Tweede Wereldoorlog. Ikkinchi dunyo urush mezgilida
degandek. Ondan in ichida masalan ik hat mayin verek in ürklar. Yani men ishimni 1 soatning ichida tugatdim deb. Miyada vaqtni inning keynidan vaqt kelgan vaqtda shu vaqtning ichida in tüvi ür desek mesela 2 soatning ichida degandek. Na keyin bir narsadan keyin nahit verek ishdan keyin nahit slapen uyqudan keyin nahit vandalin aylanıp mangandan keyin degandek işte bir narsadan keyin vaqtning oldiga keladi. Mesela soat menchida deymiz, soat 5'da, 6'da, 7'da degandek işte. De wedstrijd begint precies om 8:30. Yani musabaqa dil saat 8:20'de başlandı. Op deganning dada tata degandek ma'nosi var. Bu odatda kunlarning oldiga keldi. Mesela op maandag, op dinsdag, op woensdag degandek. Yani dushanba kunida men doim ishlayman, balki altyd. En over keyin mesela bir aydan keyin, bir yildan keyin, bir kundan keyin desek over 1 maand, over 1 jaar degandek. Over 1 maand gaat Nijat met 2 collega's op zakenreis naar Amerika. Yani bir aydan keyin Nijat ikki xizmatdoshi bilan Amerikaga komandirovkaga chiqadi. Rond deganning atrofida deb bizning Uyg'ur tilimizda deymiz, mesela soat 10 atrofida, soat 2 atrofida deb shunda vaqtning oldidan kelalaydi. Mesela ikmut rond 10 uur achter mijn bureau zitten, want dan krijg ik een belangrijk telefoontje. Yani men saat 10 atrofida üstürimde o'tirishim kerak, chunki menga bir muhim telefon keldi. Rondom degan rond o'xshashlam bu atrofida shu rondom 12 desek, yani taxminan soat 12 atrofida, rondom 1 desek taxminan soat 1 atrofida degandek. Yani bular vaqtni bildiradigan tirkalmalar. Yana buning davomi sedert degan bu yiziq tilda ishlatildi. Odat ig'iz tilda ishlatmaymiz, lekin bu ig'iz tilda ishlatilganimiz sindis shunga o'xshash ikkisining ma'nosi. Sedert degan yiziq tilda. Masalan, Hanifa woonde sedert 6 maanden in Nederland. Yani Hanifa 6 aydan beri Gollandiyada yashadi. Ig'iz tilda ko'p ishlatilganimiz sindis. Masalan, sindis het ernstig auto-ongeluk, loopt hij mank. Yani şu ig'ir mashina qatnash vaqasidan keyin u aqsab mangdi. Yani mank lopen, aqsab mangmak. Mesela sinds vorig jaar, o'tgan yildan keyin deb. Tegen yani yiqilishib qolmoq, oz qolmoq degani bildirdi. Masalan, het loopt nu tegen 10. Yani vaqtning oldida kelgan vaqtda, yani soat 10 bo'lay deb qopti, soat 10 ga oz qopti, soat 10 ga yiqilib qopti. Dus ik moet er gauw vandoor. Yani men tiz ketmasam bo'lmaydi, tiz mangmasam bo'lmaydi deb. Yani hozir biz vaqtni bildiradigan tirkalmalarni o'rganayapmiz-ku. Shuni tegen vaqtning oldida kelgan vaqtda shu soatga oz qoldi demoqchi. Tijdens yani jarayonda, davomida, vaqtida degan ma'nosi bor. Masalan, tijdens het examen, yani imtihon vaqtida, imtihon jarayonida. Ging zijn telefoon af, waardoor iedereen verstoord opkeek. Yani telefon imtihon vaqtida uning telefoni sayrab ketganligi sababidan hammaylar uningga qarshilik qilinganda qarab ketdi. Tot degandan shu g'icha, qicha, gicha, kicha deb mesela tot 5 uur, saat 5gacha, tot maandag, dushanbegacha, tot volgende week keyingi haftaгаcha degandek mushta ishlatamiz. Tusen oraliqida, o'ttirsida mesela bizning tilimizdan deymiz-ku, saat 10 bilan 12 ning oraliqida debchi. Mesela de winkel is altijd tussen 12 uur en 1 uur gesloten voor de lunchpauze. Yani bu dükan daim saat 12 bilan 1 arasida tushlik tomoqdamiz sababidan taqoq. Mesela tussen maandag en woensdag desek, dushanba bilan chorshanbaning oraliqida degandek. İşte vaqtlar mu ishlatamiz. Ondan out. Out degan buning ham dintin degan ma'nosi bor. Mesela hij verzamelt die schilderijen uit de 19e eeuw. Yani o 18. asrdan qolgan. Yani uit de 19e eeuw. Yani 18. asrdan qolgan 18. asrning rasmlarini yig'di deb bu yerda vaqtni bildirib keladi.
Vanaf'dan başlap, mesela vanaf 9 saat 9'dan başlap, vanaf maandag, düşenbeden başlap, vanaf volgende week, keyinki haftadan başlap degендek. For qaldı. Biz bunu məxsus vaqtını öyrəngendik. Məsələn, bizning tilimizdə 10'a 5 minut qaldı deyimiz o işte vaqtlarda. Məsələn, de trein vertrekt om precies 10 voor 9. Yani poyez saat dəl 9'ga 10 minut qalğanda maڭıdı, qo'zg'oldi. Voorbij ötdi, ishib ketdi degan ma'noda. Agar voorbijning keynidan san kelsa, soatlar o chaqda ishib ketdi. Masalan, het is nu voorbij 10. Yani hozir soat 10dan ishib ketdi. Dus ik moet nu heel snel weg. Şoň men derhal meňişim kerak. Yani 10dan ishib ketdi degan ma'noda. Eng oxirdagi tirkelmeler omtrent deganning to'g'risida, haqida degan ma'nosi bor. Mesela omtrent de oorzaak van de brand is niets bekend. Yani o't afetining sababi haqida, sababi to'g'risida hech narsa aniq emas, ma'lum emas. Quoi degan bu ig'iz tilida ko'p ishlatildi. Buning ham to'g'risida haqida degandek ma'nosi bor. Masalan, Sie lijken op elkaar qua uiterlijk, maar niet qua karakter. Yani ular tashqi qiyofati to'g'risida o'xshab ketadi, lekin xarakterda emas debchi. Volgens deganning asosan qaraganda degan ma'nosi. Masalan, volgens mijn collega is het 35 kilometer van Utrecht naar Almere. Yani xizmatdeshimning so'ziga asoslanganda, xizmatdeshimning so'ziga qaraganda Utrecht bilan Almerening araligi 35 kilometer. Yoki volgens mij, meningcha, yani manga asoslanganda, volgens mij komt hij morgen niet. Meningcha u at kelmaydi. Yani odatda shu kaynida işte adam keldi, mangasa meningcha, volgens hij, uningcha degandek. Zonder buni bir o'rgangandik, yani yo'q, siz. Mesela şekersiz, sütsiz deymiz o. Mesela Sabira trinket har kofi zonder suiker en melk. Yani Sabira kahvesini şekersiz ve sütsiz içidi. Zonder suiker. Mesela zonder huis desek uysiz, zonder werk, xizmatsiz degandek. Yani Golland tilidagi tirkelmeler mushu forzatsiyon aldı qo'shilg'uchilar. Sizlar ko'rgandek shu buni ba'zi aldı qo'shilg'uchilarninki ishlatilish o'rni jiqqida ma'nolari borchu. Masalan, op deganning o'rin joyini bildirib keldi, yo'linishni bildirib keldi, in deganmi shu, vaqtni bildirib keldi, deganmi shu. Shunga endi bularni mush ma'nosi bo'yicha o'rganib olsanglar, eng yaxshi o'rganish usuli shu deb o'ylayman. Shunga men hammasini ratlab chiqib, har birisiga mos keladigan shu ma'nodagi misollarni keldim. Qani inshaalloh darslarni ko'rib chiqqandan keyin har qanday savolinglar bo'lsa, dars vaqtida so'rasanglar bo'ldi. Ma'qul bo'lsa, keyin qitimliq darsimizda ko'rishaylik, omon bo'lgaysizlar.